من در بغل، در کنارت بختیارم مادرم. من ثمر باشم اگر از نخل تو، باغبانی فیضبارم مادرم. الله‌هایت آنقدر شیرین بود، شاعری آوازه‌دارم مادرم. این شبی توش روی بارانی، کلبه‌ای مادرم به یاد آمد. بامی او میچکد زی باران‌ها، در دلم عالم بداد آمد. در چنین کلبه‌ای فقیرانه، با دلی راست مادرم داراست. کودکانش به هر کجا رفتند، مانده در کنجی خانه تنهاست. شاید او با امیدی عفو گناه، رمضان است و روزه می‌دارد. وقتی افطار چکچکی شیب داد، هیچ بر گوشی او نمی‌فارد. یا که در جانمازی فرسوده ذکر الله می‌کند در دل، یا زی پروردگار می‌خواهد که زی جنت دهد ورا منزل. بود وقتی که مادری پیرم تازه رو بود، میله تر داشت. میله اش داشت بوی جرغاتی، حیدری خزینه ای زر داشت. Ya Osman Köz geldi, Osman Köz. G'ila, nimaga kelding? Biz sen bilan o'ynamaymiz. Bor yo'qol, G'ila. Ona, meni namuncha badbashara tuqqansiz. Yo'q bolajonim, sen dunyodagi eng chiroyli o'g'ilsan men uchun. Bolajonim, yig'lama. Ertaga seni shifokorga olib borib davolaymiz. Ey Allohim, sen barcha narsaga qodirsan. Sen buyuklarning buyugisan. O'g'limning ko'ziga o'zing shifo bergin. Dur bolam, dur. Seni shifokorning oldiga olib boraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, xizmat. O'g'limni bir ko'zini ko'rsangiz edi. O'g'lim, siz chiqib turing. Onaxon, o'g'lingizni ko'zlari ko'rar ekan, lekin uni g'ilayligini davolash qiyin. Shifo faqat Allohdan. Yana meni gaplarimga xafa bo'lmang. Iltimos, bir ilojini qiling. Faqatgina bir iloji bor. Buning uchun birortasi sizning o'g'lingizga o'z ko'zini berishi kerak. Men roziman. Tushunmadim? Men ko'zlarimni beraman. Yo'q, buning iloji yo'q. Iltimos, yo'q demang. O'z bolam uchun, jigar poram uchun.
Xo'p. Faqat buni iltimos, hech kimga aytmang. Mehmonlarni operatsiyaga tayyorlang. Meni ko'zlarim chiroyli bo'ldi. Endi meni hech kim g'ilay deb kamsita olmaydi. Onajon, sizni ko'zlaringizga nima qildi? Yuring, ketdik. Oradan vaqtlar o'tdi. O'g'il uylandi va farzandli bo'ldi. Mansabdor shaxsga mansabdor shaxsga aylandi. Va bir kun Kim ekan u? Onangiz. Tag'in badbashara onangizni olib kelmang. Farzandlaringiz qo'rqadi. Qolaversa, sha'ningizga ham to'g'ri kelmaydi. Yana shu gapmi? Men ishga ketdim. Bolam, seni sog'indim-ku. Ha, ona, yana nima deysiz? Men ishli odamligimni bilasiz-ku. Namuncha ko'p qo'ng'iroq qilaverasiz. Qolaversa men ertaga ish bilan Amerikaga uchishim kerak. Vaqtim bo'lganda o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Bolam. Alo. Yaxshimisiz? Ha, gapir. Meni so'rayotgan go'malarim bilan gapim bor. Esingizdan chiqmasin. Tag'in go'malarni oldida o'yga qolmang. Xo'p, 1:30da o'sha yerda bo'laman. Latofat bola! Latofat bola! Bormisan? Timur, kel bolam, kel. Oyim sizga ovqat berib yuborgandilar. Rahmat bolam. Bolajonim, meni ko'zlarim ko'rmaydi. Vasiyatim bor. Shuni yozib ber. Qanaqa vasiyat? Bolam, buni, bolam. Xolajon, sizga nima bo'ldi? Onajon! Xolajon. Bechora, onaxonjon uzilibdi. Dunyoga kelib, nimalar ko'rmadi. O'g'liga telefon qil. Ha, ona, yana nima deysiz? Onangiz endi yo'q. Onangizni berib qo'yding. Tezroq yetib keling. Nima?
sen ham mendan rozi bo'l. Yuragimning dard tolasi, qalbimning mungli nolasi, ko'zlarim sog'inch jalasi, onam. Yuragimning dard tolasi, Ushbu yoshlarimiz olqishlab qo'yamiz. nolasi, ko'zlarim sog'inch jalasi, onam. 8-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilariga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, sog' salomat bo'linglar.